Evrika brendidan bugun sizlarga robot vertikalniy pылесоsi obzor qilib beramiz. Komplektida batareykasi 29,6 vattli batareykasi chiqyapti. Nasatkalarni saqlash uchun o'zini держатели. Kichkina pet brush nasatkasi. Pet brush nasatka mana power brush deb yozib qo'yibdi. Qulaylik tarafi bilasizlar, bu aylanadi. Gilam, divan, mebel hammasini tozalab ketadi. Turbasi yengilgina bo'ladi, lekin shum bilan birgalikda baquvvat ishlangan, ya'ni alyuminli. Chetidan fiksatsiyasi chiqadi. Ploy nasatkasi chiqyapti. Qo'l yetmaydigan joylarga bemalol burchaklarni tozalash uchun. Bunaqa nasatkasi chiqyapti. Bu ham uglovoy nasatkani bunaqa shotkali varianti. Blok питания 16,5 vattli blok питания. Bu akkumulyatorni 2 soat, maksimum 1 soat 40 minutda to'ldirib beradi. Bunaqa udunitel nasatkasi chiqyapti. Pылесосni o'zining dizaynini ham cho'tki ishlab qo'yishgan. Evrika brendi bu Mideyani Yevropa uchun chiqariladigan brend hisoblanadi. Yevropa bozori uchun shu nom bilan chiqadi. O'zida yoqish o'chirish, 2 xil rejim, ya'ni funksiyalari ko'p. Stakanlarni qaranglar, kattaligini ko'proq musor yig'iladi va hammasi rezinka bilan uplatneniya qilingan va chang siklonli filtr bo'lgani hisobiga doim harakatda bo'lib turadi. Bunaqa yechiladigan. Asosiy nasatkasi. Nasatkani o'zi 1-2 kilo og'irligi bo'ladi. Katta, baquvvat qilib ishlangan. Bu nasatkani qulayliklaridan buni o'zida motorchiki bor, ishlanadi. Podsvetkasi bor, red brush nasatkasi bor, yo'lari bor. Biz endi apparatni to'liq yig'ib ko'ramiz. Birinchi batareykasi chiqib qo'yiladi. Nasatkasi mana bunaqa o'rnatilinadi. Bu mana power brush nasatka hisoblanadi. Yoqqan yo'lida bu uncha pылесосda chiqavermaydigan nasatka hisoblanadi. Turbasini qotiramiz. Buni o'rnatamiz va pылесос ishlashga tayyor bo'ladi. Bu pылесосni bugun sizlarga davomida ko'rib olasizlar. Evrika brendining yangi model pылесоsi kelgan. Mana shu top-toza gilamni bitta pылесос qilamiz, qancha kir yig'ar ekan ko'ramiz. Bu pet brush nasatkali hamda mana shunaqa podsvetkali model hisoblanadi. Bir sidra yurg'izib pылесос chiqamiz. Qaranglar, shuncha kir chiqyapti. Stakanni qaranglar. Ichini qancha kir chiqdi. Bir ko'rinishdan top-tozaga o'xshaydi, lekin shuncha kir chiqyapti. Bunaqa pылесосlarni ham zo'rlari chiqib ketgan. Bunisi ayniqsa 90 minut ishlab bera oladi bitta zaryadka orqali, 1,5 soat tinimsiz. Evrika brendi 1 yil to'liq kafolatga ega.